Salom hammaga. Bolalar, bugungi videoda butun O'zbekistonda hali hech kim qilmagan o'zbeklardan birinchi bo'lib qilayotgan men, ya'ni noldan nojgacha qanday qilib trading orqali noj olishni ko'rsataman. Bolalar, buni hamma yo'llarini tushuntiraman video davomida. Nima qilish kerak, nima qilish kerak emas, qaysi paytda trading qilish kerak, yo'q, xullas bu qism bir 4 ta qismdan bo'ladi. Ya'ni 10 gacha, 100 gacha, 1000 gacha gold. Menimcha 3 ta qism bo'lsa kerak. Xudo xolisa, bu galgi qismimizda 0 golddan 10 goldgacha qanday qilib ko'tarishni ko'rsataman bolalar. Bo'lmasa videoni boshladik. Hop bolalar, mana yangi akkaunt ochib oldim. Ko'rib turganingizdek, nikini ham bomj deb qo'ydim. Tak videomizga moslab. Ya'ni bomjmiz biz hozir. Hop, hozir sekund, undan qanchagim to'qolay. Chunki o'zingizlar bilasizlar, boshqa ozroq o'ynashimiz kerak. To есть bir nimalar yig'ib olish uchun. Ko'rib turganingizdek, akkaunt yangi 1 minutda hali o'ynalgani yo'q. Hozir ko'rsatamiz. Вообще statistika 0, вообще match o'ynalmagan, просто yangi akkaunt. Hop, hozir menda bitta chameleon box bor, buni hozircha ochmayman. Hozir urinlarni ko'tarib, где-то bir 15 larga, 10 largacha olib kelaman. Hozir box yig'ib, serebrolarni yig'ib, keyin dalchi ko'ramiz. Va bolalar, sizlarga sifatli dizayn xizmatlari kerak bo'lsa, Mizi dizaynga murojaat qilishingiz mumkin. Arzon va sifatli previlat yasab beradi. Xo'p, bola, ertaga hozir 2 qo'l o'ynadim. Ko'rib turganingizdek, hisobimizda 100 gold, 3 ta kiz, revenge, 2 ta chameleon, bitta dynasty krat bor. Xo'p, bularni ochib ko'ramiz, qani nima tushigan. Также mana bitta revenge dan sotib olamiz. Вообще 2 ta chameleondan boshlaymiz. Qani, agar shu yerda bir normal udacha bo'lib qolsa, bu yog'i oson bo'ladi. U yaxshi, rar. Как раз narsa 480 ekan. Yaxshi ketdi. Yana bitta rar bersa, o'ta go'zal ish bo'ladi. Davay. Agar Abib Kings tushib qolganda hozir epikmi, legendar kamida. Вообще buni ochib qo'yamiz. Dinastik. Временni ko'proq tushadi bu yoqda. Hozir ham временni tushsa kerak dedim, tushdi. Boz bu yoqda временni tushadi. O'zingizlar bilasizlar. Xo'p. Yaxshi, ankamonki. O'ta go'zal. Oxirgisi qoldi. Oxirgisi 550 vitrum. Normal. Bizga glavnisi, mana bu skin bor. Ya'ni bemalol hozir biz buni 17 buda 17 emas, shuni hozir tezroq sotib 14 bo'lsa 17 qilsak ham bo'lar ekan, lekin nechida? 217 midi? 18 qilsak ham bo'lar ekan hozir. 218 qilib qo'yamiz. Biz yiqaga ketib qoldi. Yaxshi pastga tushib ketib qoldi bolalar. 17 qilishimiz kerak ekan. 217 qilamiz. 217. Endi ketish kerak hozir. Takji hali bitta yana revenge boximiz bor ekan, buni ham ochib olamiz hozir. Boshlanishiga yetadi. Xo'p, chotki, o'ta go'zal. Yana bitta rar tushdi. Bu juda ham go'zal bizga boshlanishiga. Buni hozir 89 ga sotsak ham, normalni plyus olib keladi. 89 ga sotamiz buni hozir. Takji buni sotamiz 19 ga. 19 ga sotamiz. Impalani buni ham bir 16 ga sotsak bo'lar ekan. 16. Sotildi. Vitrumni adashmasam 17. 17. Hop, bizda hozir общий hisob bo'yicha почти 3 gold. Endi to'liq emas, почти 3 gold yig'ilgan. O'sha 16 qilib qo'y. Tezroq ketsa. Yaxshi. Hop, ko'rib turganingizdek, menda общий 286 gold yig'ildi. Xo'p, birinchi savdoni nimadan boshlaymiz bolalar? Men birinchi eng yaxshi ko'rganim graffitilardan savdo qilishni yaxshi ko'raman, chunki graffitilar kam bo'ladi. To есть, например, hozir 21-25 bo'lyapti. Buni hozir 20% ni hisoblash kerak edi. Shunga yarashasini qo'yishimiz kerak hozir. Shtobi ba'zida kimdir sliv qilib qo'yadi. To есть, bilasizlar, kimdir sliv qilib qo'yadi.
shu orqali biza normal foyda qilsak bo'ladi. Hozir normal skin topib olib, yana videoni davom ettiramiz. Xo'p bolalar, men mana shuni sotib olishga qaror qildim. Hozir buni 30 dan zakaz qilsak ham 35 dan tushib qolgan taqdirda ham biza почти minusga kiramiz, no katta minusga kirmaymiz. Shuning uchun shuni zakaz qilishga qaror qildim. Значит, 30 dan qo'yamiz. И также nechta? 4 ta qo'ysak bo'ladimi? Qaydan? 43 ta kutib qolaman. 4 ta qo'ysak 0.30 bo'lyapti. Voy, nima bosilmayapti? 4 ta 1.20 bo'lyapti. Davaydi 5 ta qo'yamiz bundan. Endi bironta aruja qidiramiz. Также bolalar arujani ham qidiringlar. To есть 20% komissiyasini inobatga olinglar. 20% komissiyasi qanaqa bo'ladi? Например, hozir ekranida kalkulyator chiqyapti. Например, hozir buni распродажasi, например deb aytyapman. 17 ketyapti. 17 ni 20% ni ayiramiz. Shunda necha qolsa, mana shu summaga zakaz qilsak, bizga minusga emas, plyusga olib keladi. Mana o'zi ko'rib turganinglardek, bitta bizga keldi, 30 ga bizga nechadan zakaz qilgandik? Hozir 30 zakaz qilib, kalkulatsiya ko'rasizlarmi? Minusga ham kirmaymiz. Hozir buni kirib, hozir sotaman desam, например, 39 ga sotar ekanman. 39 ga 0.39 ga sotsam, ko'rib turganinglardek 0.01 kopek plyusda, minusga kirmayman. Dolga sotiladi bu da, lekin minussiz bemalol nolga akkaunt ko'tarsak bo'ladi. Endi hozir bironta aruja topib skin qo'yamiz. Bolalar, men mana shu skinni zakaz qilishga nima qildim? Bundan hozir minusga kirmay ekanman. Shuning uchun bundan bir 4 ta zakaz qilsam yetadi. Yo 5 ta zakaz qilsam bo'lsa kerak. 5 ta zakaz qilib, уже bitta sotib olindi, 15 ga ham sotib olindi уже. Turganinglarda уже nechtadir sotib tayladi xullas. Oho, bu yoq уже sotib bo'ldi hammasini. Qoyili. Ko'rib turganinglarda u sotib bo'ldi. Sotib olib bo'ldi, to есть endi yana bironta qidiramiz. Bolalar, yana bitta skin topdim. Mana shuni ham hozir 26, to есть 27, 26 qilib qo'ysak ham bo'ladi. 26 dan hozir bundan ham bir 5 ta zakaz qilib qo'ysam, 5 ta ko'z yetmay ekan, 4 taga yetagan 4 ta zakaz qilaman. Shu bilan уже nima bo'ladi? Hozir bu skinlarni men hozir hammasini sotishga qo'yaman. Ya'ni minus bo'lmaydigan darajada. Hozir qanday bo'ladi? Qaranglar, hozir istoriyaga kiradigan bo'lsak, istoriya paketga kirsak, 1.16, 16, xullas slif bitta slif 15. To есть low price bo'lganu, до конца low price bo'lmagan, например 0.03 ga bo'lganda hozir o'ta go'zal ish bo'lardi. Xullas hozir mana shunaqa qilib targ'ibot qilishda davom etaman. Yaxshi vaziyat kelganda videoni qo'yaman. Xo'p bolalar, oradan ozroq vaqt o'tdi. Ko'rib turganinglardek o'rinlarni ham ko'tarib oldim. Inventarga kiramiz. Ko'rib turganinglardek menda hech narsa yo'q. 1.49 goldim bor. Aytishlar mumkin, silib qo'ygan bu. Minusga kirib ketgan yo'q bolalar. Men plyusdaman. Xo'p, ko'rsataman Renikda. Birinchi istoriyadan ko'rsatadigan bo'lsam, mana покупкаларga kiradigan bo'lsak, men bu Yompidan где-то nechta edi? 15 dan zakaz qilgandim. 0.23 dan. 0.23 dan ko'rib turganinglardek 0.23, 20 ham kelgan, low price, full price emas, sal kamroq bo'lgan. Men ko'rib turganinglardek qo'ygan 23, gilan isminga 0.13 ga bitta stikerlik tushib qo'yganman bu. Stikerlik tushib qo'ygan. Bu yoqdan yana ozroq savdo qilganman. Ozroq ancha savdo qilib qo'ydim. Hozir продажаga buni 0.79 dan sotdim. Hozir zaprosimda yana продажаga turibdi bular. Ko'rib turganinglardek 25 tadan turibdi. Jota olinmayapti. Olinadi, sal kechroq olinadi, chunki 24 dan ham turibdi degan tepada. Bu normal. Xo'p, bular sotilsa o'zi уже 2 ta, 3 ta, to есть 3 ta emas, adashmasam 4 goldda bo'lishi kerak. Qanday qilib sirasi 4 gold bo'lib ketdi? Hozir sizlarga ko'rsataman istoriyadan. Istoriyada продажаga kiradigan bo'lsa, ko'rsanglar 2.35 ga men buni sotganman. Bu qayerdan tushib qoldi? Bitta revenge box oldim. Serverdan o'ynab yig'ib, o'sha revenge boxdan bitta mana shu P90 clash tushib qolgan. Xullas shuni sotib, ozroq GG yig'ib oldik. Tagicha bu yog'i savdo ketyapti. Hozirda men bunga qo'yib qo'yganman. Yompi
UMPga Pixel V2 ga qo'yib qo'yganman. Ko'rib turganingizdek hozir уже ko'tarilib qolibdi. Уже bunda foydasi ham hozir 21 qo'ysam, bu yerda 24 minusga kiradi. Bu yerda ham qaraymiz. Birinchi o'rinda bizga hozir bular sotilishi kerak. Mana bular sotilmasa, chunki men hozir balansimda kam bor. Kam gold bor, to есть busiz hech narsa qilolmaymiz. Ungacha birontasini tanlab tursak bo'ladi. Например, hozir to'xtanglar-da, boya menga qayerdan nakleyka tushgandi? Bunda mana tushgandi, UP 45 dan tushgandi. Bunda hozir yo'q, bunda hozir minus 40 ketamiz hozir. Bu ham ko'tarilgan ekan o'sha. Bu yerga enagida nima bo'lib qoladi? Full mana buni ham nima qilsak bo'ladi? Sizlar suv olin. Agar hozir 19 dan qiladigan bo'lsak, normal minusga kiramiz, katta minusga kiramiz. Stikerlar ko'radigan bo'lsak, stiker agar tushib qolsa, lekin uncha ko'pga ham ketmay ekan, ko'rib turgan. Mana bularda uch sotilmayapti, 80 ga qo'ygan normal skin. Xullas, men o'ylashim bo'yicha bunda 3 so'lda bo'lmaydi, chunki 227 mingta bor ekan. Sal kamrog'ini tanlash kerak edi. 227 mingta juda ko'p. Buning ichidan stikerligi tushib bizga qiyin. Shuning uchun hozir mana qaranglar, 1 millionta bo'lyapti. Shuning uchun bizga hozir kamroq borligini ko'rishimiz kerak. Ya'ni qaydan ko'rsak bo'ladimi? Ko'rib turganingizdek, mana bu 0.25 ta predlojiniyasini ko'radigan bo'lsak, 68645 ta. Bu ham sal kamroq, lekin ko'p juda. Xo'p bolalar, men mana shuni savdo qilishga qaror qildim, chunki ko'rib turganingizdek, hozir zaprosda 26 ga keladigan bo'lsa, bu normal bo'lib qolar. Agar orasida nakleykaligi tushib qolsa ham normal summa qolsak bo'ladi. Riskovat, конечно, bu 100% 100% narsa emas, lekin qilib ko'rsa bo'ladi. Hozir 27 dan qo'yadigan bo'lsak, 10 taga yetmaydi, 6 taga ham yetmagan. 5 tagacha. 5 taga yetgan, почти ровно bo'lib qolar ekan. Пока что bular sotilguncha, menim ham bular ham sotilib qolsa, keyin yana darash qo'yib qo'yaman. Yana keyinchalik yaxshi yana plus bo'lganda videoga qaytamiz. Xo'p bolalar, nihoyat hamma skinlarimiz sotildi. Mana ko'rib turishingiz mumkin, balansimizda уже 529 galdek bo'ldi. Xo'p, bu qanaqa aylanma bo'lgani hozir men istoriyadan ko'rsatishim mumkin. Istoriya pakda kiradigan bo'lsak, mana bunaqa skinni 0.37 zapros qo'ydim. 1 2 3 4 ta low price bo'lgan. Low price ham oxirigacha emas, u почти low price ham bo'ladi. Shu UMPlar sotilgani, bular продаж ko'radigan bo'lsak, mana bular ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, hammasi boshqa odamlar o'zim tashlaganman. Endi bir xillari bitta ikkita mana kolso stikkomi deganlari, misol uchun 3 ta 4 ta skinlar sotilgani uchun bir xil olib qo'ygan. O'zim biror marta o'zim nima qilganim yo'q, hammasi vaqtida bo'ladi. Bu boshlaganimizga почти 2 kun bo'ldi. Просто sizlarga hozir 1 minutda tuyulyapti, lekin men uchun ancha vaqt o'tib ketdi. Просто kirmay qolganim sababli shunday cho'zilib qoldi. Noatak ko'p harakat qilganimda bir kun ichida o'zi 20-30 galdek qo'ygan bo'lardim. Xo'p, endi nima qilamiz degan savol bo'lsa, endi men graffitilarda savdo qilib o'zi normal galda yig'ilib qoldi. Endi qiladigan ishimiz pushkaga kiramiz. Pushkani bosib, ankamon bilan rarkani bosamiz. Bu yerdan eng kichkina vigidni o'zimizga bo'lgan signalni tanlaymiz. Например, fiskani tanlaydigan bo'lsak, bu yerda zapros yaxshi emas, bu yerda ham yaxshi emas. Aytganimdek, zapros 20% komissiyani hisoblab, keyin zapros qo'yishinglar kerak. Atak minusga normal kirib ketishinglar mumkin. Xo'p, hozir ko'pchilikda bor kam skinni topishimiz kerak. Например, hozir ko'ramiz. Например, mana buni oladigan bo'lsak, u zapros ham normal ekan. Xullas, hozir bu yerda nima qilamiz? 0.78 da qo'yamiz. Nechta qo'ysak bo'ladi? 9 ta. Yo'q. 8 taga yetadimi? Yo'q. 6 tagacha. 6 taga yetgan. 7 taga yetmay ekan. Qani? Eng ko'pi 6 ta ekan. Xo'p, shunda hozir 6 ta zapros beramiz. Ko'ramiz low price qancha bo'lar ekan, nakleyka bilan nechta ekan. Qani bismillah. Hozir hammasi kelgandan keyin videoni davom ettiramiz. Xo'p bolalar, nihoyat 9 ta skin sotib olindi. Hozir ko'rib turganingizdek, invertorda 9 ta skin turibdi. Mana hozir kirib ko'ramiz qani bizga yangilik bormi. Xo'p,
va ikkita nakleykali ketdi. Наконец-то. Menimcha low price ham bor, chunki raw narx qo'yganman. Low price ham bo'lishi kerak. Xo'p. Historiyaga kiramiz. Historiya покупок. Va deydigan narsamiz bitta 003, ikkita 003, uchta 003, Dimon nakleyka, ikkitasi nakleykami, Robs degani nakleyka bilan подавать qilyapti. Это же просто kayf bo'ldi, это же просто kayf. O'z bilasizmi, bunda qancha plyusga chiqamiz? Qaranglar. Hop, itoga biz 77 dan sotib olgan bo'lsak, обычныйlarni sotib olamiz hozir. 0.93 dan sotsak bo'ladi обычныйlarni. Endi nakleykalar ko'radigan bo'lsak, 179 dan bo'lsa, 178 dan sotsak ham, 178 dan sotsak ham 1.43. 0.03 bo'lgan bo'lsa, 1.40 keldi. Har bitta skinni tushadi bizga. Chotga turgan joyimda ikkitasi qo'yib qo'yibdi yana. 179 ga qo'yib qo'yibdi. Значит, 178 qilamiz. 178 qo'yamiz. 178 chotga bo'ldi. Chotga boshqa hech narsa qolmadi minutlarda? Yo'q. Xo'p, bolalar, shu bilan bu videodagi treydimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xo'p, bola ko'rib turganinglardek, treydimizda 0 dan 0 gacha bo'lgan videoni birinchi qismi tugadi, ya'ni 10 galdigacha bugungi videoda qildik. Xo'p, keyingi videoda, ya'ni keyingi qismda 100 galdigacha chiqaramiz. Agar videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, обязательно kanalga подписка qo'yib, agar shuni va shunga o'xshash treyderlik bo'yicha kontentlar davom ettirishni xohlasanglar, kommentariyaga yozib qo'yishni unutmanglar bolalar. Telegram kanalimizga ham kirib qo'yishni unutmanglar. Telegram kanalga hamma va shu narsalar konkursda bo'ladi. Hammaga rahmat.